Assalomu alaykum amma. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Nimaga xafasiz? Nima bo'ldi Malikaxon? Bo'lmayapti. Ajrasha olmayapmiz ham. A? Alohida yashab ko'raylikchi dedik. Uzoqroq vaqt ko'rishmasak, balki ko'ngillar sovib ajrashib ketarmiz. Balki ular boshqasiga uylanib farzandli bo'larlar. Bittamiz bo'lsa ham ko'zimiz kulsin. Malikaxon, balki hozir mavrid emasdir, lekin kelib qolganingizni akangiz bilmasin. Choy iching. Bo'lmasa kayfiyatiga ta'sir qiladi. Kayfiyatini buzilishi biznesiga ta'sir qiladi. Yana bir gap. Keyin Mohlaroyim ham katta qiz bo'lyapti. Erta-indin sovchilar kelishi bor. Shunga o'zingizga bir kichikroq ijaraga bo'lsa ham uy topsiz. Rahmat sizga. Keldilar-yu. Malika budur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. To'xtab turing. Siz salom bering. Yuqsin qilib oling. Zora siz ham bo'yingizda bo'lsa. Assalomu alaykum. Ha, aytgancha, egizak ekan. O'zi bir o'qituvchi bo'lsa, kamiga yana unaqa chiroyli emas. Yo har kuni har xil mashinalarda keladi-yu, tavba. Hozirgi ba'zi erkaklarga chiroyli bo'lishi muhim emas. Muhimi ikki qat bo'lib qolmasa bo'ldi. Voy shunaqa deng opa. Tavba. Qani o'rtan ochinglar, osham keldi. Xudo xolasa ertaga hamma uylarimni ijara puli keladi. O'sha pullarni hammasiga zo'r bir novostroyka olamiz. Abdullohning kelajagi uchun. Hamma topganim shu farzandlarimnikida. Sog'masini, qani oshga marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Malika? Oshni olmaysanmi? Qoshiq. Mohlaroyim, shu qoshiq o'lguri 6 ta qilib olib kelib qo'ymaysanmi, qizim? Biz 5 kishimiz, oilaviy 5 kishimiz, a? Ammang mehmon bo'lib kelganlar, ha? Mehmon ketgunicha qoshig'i 6-chisini ham olib kelib qo'ygin har doim. Mana amma qoshiq. Olinglar. Yunusobod tomonda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki ishxonam Yunusobodda-da. Universal bozorining shundoq yonida bitta uyim bor, bo'shadi. Faqat xonalikda. Sizga o'zi oilaga kerakmi? Necha kishisizlar? Lekin men bir o'zimman. Unda sizga bir xona yetadi. Qachon unda ko'rishib gaplashib olsak bo'ladi? Xohlasangiz hozir ko'rishsak bo'ladi. Qarang, 20 daqiqada ko'rishamiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ha? Tinchlikmi? Nima gap? Haligi Malikani qadam bosishi yoqmayapti. Nima qilyapti?
Har kuni har xil mashinalar tashab ketadi. Hozir ham kim bilandir ko'rishmoqchi. O'ylab gapiryapsanmi? Adashmayapsanmi ishqilib? Bo'lmasa kuzating. Malika. Qancha turasiz? Tushunmadim. Men uyimda, ijarada qancha vaqt turasiz demoqchiman. Uyogunimgacha Uy qachon olasiz? olib qolarman. Uy o'zimniki. Maklersga olmayman. Yaxshi. Lekin ijara haqqini 3 oyligini oldindan berasiz. Xo'p. Rostdan bir o'zingiz turasizmi? O'zim turaman. Hozir. Kim bu? Men bu. Tatam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Qalay? O'rganib qoldingizmi? Ha, malades. G'alati emasmi? Hop. Qalay? Bir o'zingiz qo'rqmayapsizmi? Yo'q, nega qo'rqaman aka? Hayot sinovlari qo'rqmaydigan qilib qo'ygan. Endi baribir bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganlaridek. Suv deganimga issiq suvni yoqa oldingizmi? Vannaning tagidan yoqiladi. Yo'q. Hali issiq suvga ishim tushmadi aka. Ishingiz tushsinmi? Uyingizda kamera o'rnatilmaganmi? Yo'q. Hech kim ko'rib qolmaydimi? Qo'rqmang. Bu uyda bo'ladigan ishlarni hech kim ko'rmaydi. Xudochi. Xudoyam ko'rib qolmaydimi? Haromxo'r. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rishsak bo'ladimi? Mayli. Manzilga yuboraman. Nima bo'ldi? Sizgacha. Zino qilib qo'yishimga oz qoldi.
Ishingiz tushsinmi? Qo'rqmang. Bu uyda bo'ladigan ishlarni hech kim ko'rmaydi. Men farzandsiz yashay olarkanman. Shuncha yashadim. Lekin sizsiz yashay olmas ekanman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amma, jonimmi? Oyimni qarg'amadingizmi? Iltimos, oyimni qarg'amang. Mohlar oyim, bu nima deganing? Oyingni nega qarg'ayman? Iltimos, oyimni qarg'amang. Ota-onalar qilgan gunohlari hammasi farzandlariga urar ekan. Iltimos, oyimni kechiring. Meni yaxshi ko'rasiz-a? Ukammichi, singlimmichi? Bizni yaxshi ko'rasiz-a? Albatta, Amilani yaxshi ko'raman. Bu nima deganing? Men ham sizni yaxshi ko'raman. Hozir oyim sizdan kechirim so'raydilar. O'ta deb kechirim so'raydilar. Sizni yomon ko'rsalar ham, biz baxtsiz bo'lmasligimiz uchun ham kechirim so'raydilar. Kechirim so'rang. Kechiring, Malikaxon. Amma kechirim so'radilar. Kechirdingizmi? Kechirdim Mohlar oyim. Amma agar sizlarni pocham bilan to'laqonli baxtli bo'lishingiz uchun farzand kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men sizlarga farzand bo'laman. Mohlar oyim, nimalar deyapsan? Mohlar oyim, ko'zingni och. Nima bo'ldi ko'zingni och? Ko'zingni och qizim, qo'rqma. Nima bo'ldi? Malika, singlim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tan joning sog' bo'lsin. Rahmat aka. Sen meni yagona singlimsan. Jigarimsan. Kuyov bilan qo'sha qaranglar. Endi mana bu o'rtada bo'lib o'tgan dilxiraliklar hammasi ortda qolgan bo'lsin. Bu yog'i faqat yaxshiliklar bo'lsin. Eng muhimi, yaxshi farzandlar bersin. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat kenayam. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Allohim ko'p farzandni nasib qilsin. Rahmat Nigina. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Alloh yaxshi farzandlar ato etsin. Senga ham rahmat. Rahmat. Oyi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Siz dunyodagi eng yaxshi oyisiz. 100 yoshlarga kiring. Rahmat.
Bugun menga ko'p sovg'alar berishdi. Lekin ichida eng yaxshi sovg'a bugun meni birinchi marta oyi deb chaqirishdi. Rahmat qizim. Bu men uchun eng yaxshi sovg'a. Kechirasiz. Akmaljon, Labba. senda bir og'iz gapim bor. Mayli. Yaxshi o'tiringlar, a? Xo'p. Sizlar ham yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Nima gapamma? To'g'ri, bugun hamma xursand. Balki hozir gapirishim noo'rindir. Lekin Temirni qizig'ida bos deyishgan. Sen haqingda menchalik qayg'uradigan hech kim yo'q. Sen meni rahmatli akam bilan kenaydan qolgan yolg'izgina yodgorimsan. Nima? Umringni shu tug'mas xotin bilan o'tkazmoqchimisan? Xotiningni jiyani senga qiz bo'lib oldimi? Endi hamma topgan tutganing, boyliging xotining tomonda qoladimi? Agar senga shunaqa farzand kerak bo'lsa, ana meni qizim Marg'uba egizak o'g'il farzandi bilan qaytib kelib o'tiribdi. Qaniydi sendek kuyovim bo'lsa. Amma bo'ldi. Men sizni tushundim. Yuring. Hozirroq hammasini hal qilamiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling. Keling. Boya Malika bugun tug'ilgan kunimga eng yaxshi sovg'a deb Mohlar oyimning sovg'asini aytgandi. Lekin bilasizlarmi? Men Malikani tug'ilgan kuniga rostdan eng yaxshi sovg'ani bermoqchiman. Meni ammam meni oilamni musibatli kunidan foydalanib ikkita egiz o'g'il farzandi bilan erdan qaytib kelgan qizini menga tiqishtiryapti. Amma bozordan mol yoki qo'yni ko'paytirish uchun sotib olasiz. Agar u qisir chiqsa, sotib olishingiz yoki so'yib olishingiz mumkin. Lekin bu odam, tushunyapsizmi? Bu odam bizni nikohdagi va'damizda agar farzandli bo'lmasak ajralamiz degan shartimiz yo'q. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman.